Toy ko'ynagi kiyishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Toy kuni toy ko'ynagi kiysa bo'lamdi? Demoqchi bo'lganim, hamma yerlar to'liq o'ralgan, ya'ni hijob o'lchamiga to'shadigan, asti tarafi ko'ptirma shaklda bo'lgan toy ko'ynagini kiysa bo'lamdi? Bu kofirlarning do'rg'anliq bo'lamdi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Toy ko'ynagi kiyishning hukmida olimlarning ikki xil qarashi bor. Birinchi qarash. Toy ko'ynagi kiyish kofirlarning odatlarini do'rash jihatdan harom bo'ladi. Ma'lumki, toy ko'ynagi deb atalgan hozirgi qo'yrog'i uzun, beli tor, osti keng oq ko'ynak. Qizchaqning qo'lidagi bir dasta gul, orqaga sangilab turadigan roman qatorliqlar inglizlardan kelgan odat. Buni Angliya ayol podshohi Viktoriya 1840-yili to'yi bo'lganda kiyib chiqqandan tartib, Yevropaliklar uni do'rab shundoq kiyadigan bo'lgan. Ondan keyin g'arbliklarni do'rashga boshlagan musulmonlar shundoq qiladigan bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimki bir qavmga o'xshab oladigan, u shulardandir degan. Ikkinchi qarash. Toy ko'ynagi xristianlarning odati bo'lsa-mu, diniy odat emas. Ham ko'plagan musulmonlar diyorida keng tarqalgan bo'lg'achqa, xristianlarga xos odat emas. Shunga shar'iy kiyimning avratni yo'gash, nepiz bo'lmaslik, badanni gavdalantirmaslik qatorliq shartlar topilsa, yot erlar oldiga girim qilgan holda chiqish bo'lmasa, hukmi mubah. Bu qarashdagi olimlardan Ibn Usaymin, Bin Baz, Favzon qatorliq ba'zi Saudiya Arabiston olimlari bor. Bulardan ba'zilari to'y ko'ngligining o'zi bir xil zinnat bo'lg'achqa, badanni to'liq yo'gaydigan bo'lsa-mu, uni yot erlar oldida kiyishga bo'lmaydi deb qaraydi. Olimlarning yuqorqi qarashlaridan ma'lum bo'ladi-ki, bular asosan mayli oq, mayli qizil bo'lsin, yarim yalang'och to'y ko'ynagi kiyishning joiz emasligida birdek ittifoq. Buningga asosan to'yda yarim yalang'och to'y ko'ynagi kiyish harom bo'ladi. Yana olimlar badanni to'liq yo'gaydigan oq rangli to'y ko'ynagi kiyishning hukmida yuqorqidek ikki xil qarashda bo'lgan bo'lsa-mu, bular asosan bu odatning aslida Yevropaliklarning odati bo'lib, keyincha musulmonlar ularni do'rab qilayotgan bir odat ekanligida ittifoq. Umuman yatlarning hayit ayam, to'y to'kun, o'lim yetim qatorliq tabriklash munosabatlaridagi odatlarni do'rashga qat'iy bo'lmaydi. Bo'libmi, biz Uyg'urlarning atrofida kofirlar yashaydigan bo'lg'achqa, bundaq xushalliq munosabatlaridagi kiyinish odatlarida, shundaqla boshqa o'rib-odat, milliy an'ana masalalarida musulmonlar kofirlardan ayrilib turadigan o'ziga xos alohida o'rib-odat, milliy an'ana, ana til va musulmoncha kimligini saqlab qolishi, musulmondorchiligini saqlab qolishning jumlasidandir. Bu masalada Saudiya Arabiston olimlarining ba'zilarining joiz deb bergan fatvosi bakla ojiz. Arabiston jamiyatida to'y ko'ynagi masalasi intayin ig'ir. Shundaqla to'y odatlarimi intayin nachar bo'lib, ayollarni bu masalada to'sib bo'lolmaydigan bo'lg'achqa, ular shundoq ojizlik ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Lekin musulmonlardan g'arb madaniyati ta'siriga uchragan bir qism ojiz kishilarning g'arb odatlarini singdirishi bilan bu odat musulmonlarning odatiga aylanib qolmaydi. Yana Yevropaliklarning to'y ko'ynagi odatda bir qancha metr keladigan uzun quyruqli ko'ynak bo'lib, bu isrof doirasiga kirishi mumkin. Taxi ba'zida to'y ko'ynagining o'zi ba'zi davlatlarda necha 100 ming so'mga tayyor bo'ladi. Ba'zi qizlar hech kim kiyib boqmaganini kiyimiz deb ortiqcha chiqim qilib, tillarda daston bo'lg'ida kiyim kiyishga o'rnidi. Bumi isrof qatoriga kirib qoladi. Pul topolmaganlar boshqalar kiygan kiyimlarni ijaraga olishga majbur bo'ladi. Undan boshqa bir dasta gul cho'rish qatorliq odatlar e'tiqodiy qarashga berib taqaladi. Shunga Uyg'ur qizlari avratlarini yopadigan, tariximizni eslatadigan, ko'zni qamashtiradigan shahona esil shoyi atlaslarimizda tikilgan o'zimizning go'zal va ko'rkam fasondagi ko'ynaklarimizni, romanlarimizni, nafs to'pillarimizni kiysa, diniy jihatdan shubhidan, haromdan yiroq bo'ladi. Xristianlarga, kofirlarga o'xshab qolmaydi. Shundaqla buning bilan birga millatimizning an'analarini saqlab qolgan bo'ladi. Hamda bu yerda ta'kidlab qo'ydiganim shuki, islomda ayollarning badanini yo'gash bilan shar'iy kiyim kiygan bo'lib qolmaydi. Balki badanni yo'gash bilan birga yot erlar ko'radigan ahvolda girim qilmasligi va atir ishlatmasligi, kiygan kiyim nepiz yoki tor bo'lmasligi shart. Hozirgi ba'zi to'y ko'ynaklariga qaraydigan bo'lsak, uni kiyinganlar boshni o'rib olgani, yuzini yo'gib olgani bilan ko'ynakning torliqidan erlarning diqqatini tortadi. Yana ta'kidlab qo'yadiganim, yot erlar ko'rmaydigan ayollarga xos o'rinlarda qiz cho'kanlarimiz kirimlari bilan yoki zinatli kiyimlari bilan ozodi yursa, o'ltirsa bo'ladi. Yot erlar ko'radigan bo'lsa bo'lmaydi. Alloh
eng to'g'risini bilguvchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2. tom. 103 numurliq fatvo.